E'tiborlar markazida 2 qavatli Belosnejniy high-tech xonadon. Assalomu alaykum hurmatli aka-uka, opa-singillar. Bugungi obzorimiz Farg'ona shahar aeroport hududida bo'ldi. Ilg'or ko'chasida joylashgan 2 qavatli high-tech uslubdagi xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimiz haqida qisqacha ma'lumot berishdan oldin xonadonimizda oldi hovlisini tanishtirib o'taman. Kirish vходной darvozamiz. Kirganimizda bitta mashina qo'yishga sharoitlarimiz bor. O'ng tarafda mana rakvina uchun suvlar qo'yib ketilgan. Xo'p, uyimizga kirib kelishimiz mana vходной asosiy eshigimiz. Bu tarafdan kirsa ham bo'ladi, bu tarafdan kirsa ham bo'ladi. Kirganimizda bizni bitta kattagina keng hol kutib oladi. Bu xonamizdan hol yoki zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Birinchi qavatimizda bitta hol, oshxona va yotoqxona sanuzel bo'lyapti. Hozir sizlarga birma-bir tanishtirib ko'rsatib o'taman. Xonadonimiz haqida ma'lumot: jami 2 sotix yer maydoniga qurilgan. Birinchi va ikkinchi qavatlarning umumiy maydoni 200 kvadrat. Bu bizni birinchi yotoqxonamiz. Yotoqxonamizni hovliga qaragan bitta oynasi bor. Tagida radiator qo'yish uchun turbalar chiqarib ketilgan. Birinchi qavatimizdagi birinchi sanuzelimiz, unitasi qo'yilgan, poldan patologgacha kafil qilingan. Bu yerda esa kichkinagina kladovkamiz joylashgan. Ayollarimiz uchun oshxona. Oshxona ham o'rtacha kattaligida, ya'ni hajmi o'rtacha. Bu yerdan turbalar chiqarilgan. Xonadonimizda gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Oshxona jihozi qo'yishga tayyor holatda. Xonadonimizning orqa hovlisini tanishtirib o'taman. Orqa hovlisidan ham bemalol oshxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda bitta kichkinagina xonasi bor. Hozirda bu xonasi kladovka vazifasini o'tayapti. Endi ikkinchi qavatimizni tanishtirib o'taman. Xonadonimiz tashqi fasadi ham, ichki fasadi ham oq ranglardan foydalanilgan. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerga biralar qo'yilgan. Ikkinchi qavatimizda bizni bitta kattagina keng hol kutib oladi. Bu holdan ham qanaqadir bir xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ko'cha tarafga qaragan 3 ta kichkinagina uzun romlari qo'yilgan. Ikkinchi qavatimizdagi sanuzelimiz pola kafil qilingan, devorlar esa plastik. Orqa hovliga qaragan bitta oynasi ham mavjud. Sanuzeldan chiqqanimizda to'g'risida bitta yotoqxona joylashgan. Aboyga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli ekan. Bu xonamizda ham orqa hovliga qaragan 2 ta romlari bor. Bu bizning oxirgi xonamiz bo'lyapti. Chiroyli aboylardan ishlatilgan, ko'rib turibsizlar. Xo'p, xonadonimizda jami 5 ta xona, hol bilan hisoblaganda 5 ta, oshxona va 2 ta sanuzel. Bu bizni mana balkonimiz. Atmosferaga bitta baho berib qo'yasizlar. Balkondan oldi hovlimni ko'rinishlari. Xo'p, azizlar, xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metriga $370 dan baho so'ralyapti. Aytib o'tganimdek 200 kvadrat taxminan $74,000 ga aylanadi. Kimga bu xonadonimiz qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini ekranlarda va opisiyatsiyada yozib qoldiraman. Bog'lanib bemalol chiroyli narxlarda baraka qilishingiz mumkin.